Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Hozir endi arzonchiroq notebook qo'ydik, byudjetniroq, lekin orasida aytishimiz ham bor va ofisga ham bor. Bu qaytaraman bular hammasi. Ofisga, avvalo ofisga yaxshi ishlaydi, keyin o'zim aytaman orasida qaysi aytga tushadi, aytga tushmasini aytaman sizlarga. Va bular narxlari minimal darajada arzon qilganmiz. Bizda bo'lib berish xizmati ham bor. O'zim Nasiya yoki Open Nasiya orqali olishingiz mumkin. Bizda notebook kanalimiz bor, Telegram kanal. O'sha Telegram chaqirsangiz hammasi bitta hammasi to'liq berilgan. Chunki men gapimga tushunmay qolishingiz mumkin. 1, 2, 3 ketdik a. Birinchi Acer Core 3 7-avlod 8 GB RAM, 1 TB xotira, 200 GB SSD va MX video karta. Bu ITga tushadi. Boshlang'ich ITga bemalol tushadi. Undan tashqari Photoshop, Corel Drive ga bemalol tushadi. Buni narxi $150. Va hammasi eng qimmat 150 boshlanib, qolgan hammasi arzonroq. $150. Core 3, lekin hozir yaxshi batareya chatga tushadi. Batareya zo'r, tiniq o'zi hozir yaxshi. Acer Aspire Core 3 7-avlod 8 ga 256, bir tera hardi ham bor va MX video kartasi ham bor. Bu to'laqonli ofisga ishlaydi bu. To'laqonli ofisga ishlaydi. Bu chunki ekranda ham 13 dyuym, kimgadir agar kattaroq dyuym kerak bo'lsa, ekranni bo'lib ishlataveradi. Core 7 bu Celeron Pentium protsessor, 4 GB RAM, 1 TB xotirasi bor. Narxi $110. Hozir lekin zo'r, batareyalari zo'r, cho'tki ishlaydi. Mana $110 ga mana shunaqa olsa bo'ladi, bemalol. Batareya zo'r. Yangi avlod, eski emas, batareyalari zo'r. Narxi $110. Xo'sh, meni ko'p, hammasini video chiqara olmayman, lekin barcha siz masalan hozir buni ko'rib olsalaring, shunga o'shani tepmoqsang, mana shuni topib beramiz. Do'konimizga kelsang, bundan ko'p chiqadi. Bu yangi hali Asus Celeron N45 8 ga 256 yangi hali ko'rib turibsiz hozir. Narxi $150 beramiz. Yangi notebook. Bunaqa narxi yo'q bozorda. Ofisga ham, ITga ham, ofisga tushadi bemalol, lekin yangi shuni. Mana bunisi HP 4020 4 ga 4 terabayt, lekin buni hozir yangi emas, toza bu. Bu narxini kelishda beramiz. Narxi 8000 so'm. 8000 mana shu not bo'lsa bo'ladi. Ya'ni 8000 degani $65 emasda, ya'ni 55 mi, $60 gacha. Keyingi mana bu toza aytish notebook. Bu ThinkPad Core 7 7-avlod. Buni aplikasi 16, 512 SSD'si bor. Tagi pachetka, qo'lga borgan skaneri ham bor. Xullas, flagman versiya, lekin pakina eski, lekin zo'r, ishlash cho'tki ishlaydi. Hozir zo'r. Mana shuni skidka qildim. Buni narxini 150 beraman sizlarga men. Lekin zo'r bu Core 7, azosi 16 bo'lishi kerak. Xullas, tiniq, batareyalari ham zo'r. Keyingimiz Asus Core 3 7-avlod, 8 GB RAM bor. 256 SSD'si bor, narxi $120. Raytim to'g'ri ekan. Yonib turgan o'zi avtomatik. 8 ga 256 yoki 8 ga 28 bor. Ikkita xil yo'li, ikkita bor. 8 ga 28 yoki 8 ga 256 bor. Narxi $120. i3 7-avlod. Keyingimiz bu narxi Acer Celeron, Lenovo Celeron 4 ga 512 xotirasi bor. Narxi 7000 so'm. Exword talaba, maktab o'quvchilari uchun bemalol tushadi. Keyingimiz bu Acer Celeron N3060 4 ga 1 terabayt xotirasi bor, lekin ideal holatda, changlar artmayapman. Mana batareya tiniq, toza hammadan ekran tiniq. Toza notebookimiz. Ichi ham toza. Kirlarni artish kerak bo'ldi. Mana narxi $100 beramiz. Keyingimiz Lenovo i310 ideal holatda Lenovo i310 4 ga 1 terabayt ideal holatda narxi $135 beramiz. 4 ga 1 terabayt i310 mana shunaqa narx. Dakim kopiyasi ham bor. Bunaqa narx yo'q bozorda. Imkon boricha arzon beramiz. Keyingimiz Asus bu ham Asus i310 ideal, kichkina, lekin udobniy, chiroyli dizayn masalan. Rangi ham neobычный rang, yoqadi odamga. i310 4 ga 128 SSD'si bor. Narxi $150. Tiniq, zo'r narsa. Xullas, bizda mana shunaqa arzonlari ham bor. Bundan arzonlari bor. Hammasini men video chiqara olmayman. Vaqt bo'lmaydi. Kimga bu kanal qiziqib qoladigan bo'lsa, kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Pastda Notepro kanalimiz bor, Instagram kanalimiz bor, Notepro Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimda hamma notebookdan bitta berilgan. Kanalga a'zo bo'lsangiz, sizga foydali bo'ladi. Pastda telefon qilsang, telefonga javob beramiz. Butun o'zdan bo'ylab yetkazib berish xizmati bor. Undan tashqari pochta anaqa nasiya bo'lib berish xizmati ham bor. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilasizlar. Sog' bo'lasizlar.